Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizda minoraga hokib o'rnatdik. Ilich pоворotdan kirib ketadi. Minoraga Samarqand fasonimiz 2 qavatli 5 shumka ko'rib baho berilsa. Listlar 1.8, korobkalari o'ngun 3 sena, taylari shveler 6.4 2 qavatli bo'lgan. Juda chiroyli chiqdi. Sharnerlari 3 tadan. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasiz. Videoni o'tkazib yuboring, oxirigacha ko'ring. Biz sizga plus belgisini qoldiring, narxlarni aytib o'tamiz. Juda chiroyli bo'lgan taylari. Ichki tarafdan ko'rsataman. Ichki taraflari kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yopilishlari juda chiroyli bo'ldi. Shu videoni do'stlaringizga tashlab qo'ying. Qaysi do'stingizga shu darvoza kerak bo'lsa. 2 qavatlik Samarqand fason trenddagi. Obuna bo'lib qo'yamiz. Ustalarni qo'llab-quvvatlab, ish jarayonlarimizni kuzatib boring. Kimga qiziq bo'lsa, ish jarayonlarimizni kuzatib obuna bo'lib qo'yamiz. Like, kommentariyaga narx so'zini yozib qo'ysangiz, narxini biz sizga batafsil yetkazamiz. Rahmat e'tiborlar uchun. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar.